Hammaga salom. Biz bugun syomkaga kiyinamiz. Qiziqarli, noodatiy va oddiy hayotda ko'chaga kiyib bo'lmaydigan obraz yig'amiz. Qani ketdik. Qaysi kiyim bilan? Qaysi kiyimga parvar qilmoqchisiz? Men bilmayman, kiyimlarim ko'p. Endi bir marta kiyilgan kiyimlar ham ko'p. Ularni ikkinchi marta kiygim keladi, lekin qanaqa stilizatsiya qilishni bilmayman. Shunga надо попробовать. Bo'ldi. Mana shu kostyum bilan qilamizmi? Shu kostyum bor, kimonaqa pidjakim bor. Sizda целый bitta magazinni to'ldira olishga yetadigan narsalar bor. Ishoning, umuman kiyinmayman. Oddiy hayotda sportivniy krossovka, shunaqa narsalar kiyib ketaveraman. Mani har kuni bitta kiyimda ko'rsanglar ham bo'ladi. Ko'chada ko'rib qolsanglar. Lekin shuncha kiyim bor, shuncha kiyilmaydi. Bu nima, qanaqa kasallik kim biladi? Xullas, nada o'tmadi. Ko'ring. Именно bitta kostyum bersangiz, o'shanga qarab podbor qilamiz qolgan narsalarni. Bilmayapman shuni, qaysi birini beray. Bu kostyum ma'nunda kiyuvdingiz, a? Premyerada sochingizni xivos qilibchi, zo'r turdi. Da. Endi buni takoy buntarskiy stilga o'giramizmi? Перчатки, qanaqadir sapagi. Oy. Da. Kechiring Shohruh. Yaxshi ko'rgan do'ppilar. Mana shunaqa do'ppim bor. Menga rosa yoqadi. Zo'r turdi. Надо с чем-нибудь стилизовать. Da. Rosa chiroyli do'ppi. Nima qilsam bo'lar ekan? Bo'ldi, shu turishiga bitta takoy shubani ilsangiz zo'r bo'ldi. Oxirgi olgan покупкalarimdan bittasi. Vau. Shunaqa ochki oldim. Asal opa eng oxirgi trendlar bilan yuradilar. Vau. Bo'ldi Endi shu yerda yotadi, vitrinada. Hech qanaqa kiyishni bilmayman. Nazarimda ochki taqib chiqsam ko'chaga voy deyishadi. Ammo oddiyroq bo'lib yurishni yaxshi ko'raman. Hech kimga bilinmasam, tez-tez kirib ketsam, tez-tez mashinaga o'tirasam. Asal opani garderobida hamma narsa bor, hamma brendlardan, eng zo'r lyukslardan bor, lekin shunchaki ko'rsatilmaydi. Unpacking qilib bo'ling hozir. Ha? Yana bitta narsani yaqin kunlarda oldim. Sizga maqtanaman. O'zim yomon ko'raman maqtanishni. Mayli kechiringlar, balkim sizlarga qizuvdir. Mana Vau. hozir mana bunaqa. Endi men narsalarim chiroyli upakovkada bo'lmaydi, chunki men ko'pincha buyurtma beraman. Pochta orqali keladi. Serdichkalarim zo'r. Xullas bularni har bittasini ochib chiqish kerak. Qaranglar, qanaqa chiroyli. Sumочка, как раз men narsalarim sig'adi. Telefon, kalit, mashina kaliti, salfetki, kollagen uchalarim. Sizlarga qiziq bo'lsa ko'rsataman. Sumkamning ichida nimalar bor? Uni отдельно reelsga joylaymiz. Ha. Bu esimdan ishkoplarim yopilmayapti. Esimdan chiqib qolmaslik uchun hamma eng kerakli narsalarim shu yerda. Bu dorilarim, magniy, ginkgo biloba. Tak, ko'z charchaganda mana bunaqa увлажнитель. Da класс. Yosh ko'rinish sirlari. Asal Shodiyevaniki bilib qo'yinglar. Da vitamin C. Keyin mana bunaqa zo'r narsam bor. Bu hamma ko'rgan, hamma tanisa kerak. Medicube. Yaxshi narsa ekan, tavsiya qilaman. Tak, nimalarim bor yana? Krem. Har xil. Mana. Bu nima? Xonaga yaxshi hid berib turadigan. Bu ham zo'r. Qaysi brend narsalar ko'proq yoqadi sizga? Nimani tavsiya qilishsa, yaqin dugonalarim, tanishlarim o'sha narsani olib ko'raman. Жертва marketing.
yaxshi narsalar ko'p chiqadi. Zo'r. Asal opaga nimadir sotmoqchi bo'lsanglar, o'rtoqlarga birinchi aytinglar. Keyin o'rtoqlarim uni ishlatib ko'rish kerak. Aha. Keyin undan keyin siz ishlatib ko'rasiz. Da, bu yerda mana ro'molim, kitobim. Bular shu yerda turadi. Har doim eslatib turib, keyin mana oxirgi olgan narsalarimdan yana. Unpacking qilinmadi lekin bu. Unpacking qilinmadi. Mayli. Madina kelmadi. Unaqa. Bu har doim, bu bolalarimiz sumkasi. Hozir ko'rsataman ichida nimalar bor. Давайте. O'tirib oling, bemalol. Yo'q, endi bu yerda narsalarim kam. В основном крем для рук. Keyin salfetka. Har doim bo'ladi sumkangizda shu salfetkalar. Bolalar bilan yursangiz shunaqa. Keyin anaqa oynachi pudra. Keyin bunaqa salfetkalarim bor. Bular kim biladi, bilmayman. Bu salfetkalar makiyaj uchun, makiyajinglar например, yartillab qolsa, Zo'r sovetlar. уже mana ko'ringlar yartilayapti. Da, life hack. Endi syomkalarda juda ham kerakli narsa, chunki sloy na sloy pudra tushsa ham uncha chiroyli ko'rinmaydi. Kalit, uyumli kalitda blesk для gub. Wow. Blesk для gub ne ish? Qalamimni qaranglar, qalamimni. Asal opa sizga. Bunaqa qalamdan har bir sumkamda bor. Shoh kichkinami? Ha, bu qalammi, bu nomer, bu tak 769 nomerli qalammi 16 yoshimdan beri ishlataman. Endi shu firma. Nesdaysiz 16 yoshdan beri ishlatiladi. Pastda yozib qo'yasiz. Ne? Yutursiz. Hech narsa qilmaydi. Pastda yozib qo'yaveramiz-da, salfetka anaqa. Bu ochki artadigan narsa. Nimalarim yana bor. Обязательно mana bu yerda kartalarim turadi. Chunki naqd pul kam olib yuraman o'zim bilan. Kartalaringizni qattiqligini bekor etdingiz-da. Tak, nima yana sizlarga ko'rsatdik. Sumchkalaringiz yana bitta oxirgi olgan. Hozir. Oho! Wow. Hali unpacking qilinmagan narsalar qancha? Wow. Bu bosonojki. Wow. Bizga kerak bo'lib qoladi siz bilan tadbirlarga borganimizda. Wow. Har doim tadbirdan oldin nima kiyamiz boshlanadi. Hamma narsa bilan tushib ketadigan. Wow. Da? Очень красиво. Oddiygina. Wow. И удобно. Udobno, hamma narsa bilan tushadi. Классно. Menimcha hamma qizlar yaxshi ko'rsa kerak shunaqa rutinalarni. Bu garderob menga уже kamlik qilyapti. Sizga уже целый katta komnata kerak. Asal opa nasochkalarni juda ham yaxshi ko'radilar. To'xtang, Zebo buttomi. Voy. Boricha ko'rsatamiz dedik-ku. Bo'pti, давайте. Asal opa nasochkalarni juda ham yaxshi ko'radilar. Bunaqalar bor. Har xilidan bor. Bunaqa narsalarim bor. Siz magazin ochsangiz bo'ladi. Hamma narsa bilan. Bunaqa Wow. juda ham ko'p. Даже manaman degan fashion blogerlarda ham bunaqa ko'p vыбор yo'q. Madina, mana shu narsani ham qilishimiz kerak siz bilan. Bu bilasizlarmi nima? Bu это перчатки. Да. Надо их стилизовать. Menimcha chiroyli chiqadi. Mana bunaqa sumkam ham bor ekan. Уже ochilmagan, hech qachon ko'rmagan narsalarim ham ko'p ekan. Men ko'pincha brendlarga qaramayman. Keyin topsanglar bo'ladi. Klassическая sumka. Wow. Например, Самый базовый qanaqa rang. o'quvchilar kim bu? Hali bir marta ham ishlatilmagan-a? Yo'q. Wow. Вот такая сумочка. Shu chiroyli. Klassическая. Endi qanaqa yopaman?
ana bo'ldi. Vau. Menimcha bu sumkani 50 yoshga kirganingizda ham tutsangiz bo'ladi. Shunaqa narsalarim juda ham ko'p. Yaxshi ko'radigan sumkalarim bor. Bu o'zi qimmat sumkalar emas, qimmat sayt emas. JWP. No, narsalar yaxshi. Sizdan ko'p narsalarni, nima deydi, layfhaklarni o'rganib olish kerak. Ham kачествоsi zo'r, premialni и недорого. Katta sumkalarim ham bor. Bular letniy. Aeroportda, yozda bu joyga ketayotganingizda katta sumkalar udobniy. Inogda ikkita sumka ham olaman. Bitta ruchnoy, bittasi katta. Shunaqa. Давайте mana shunga nima qilamiz? Nimadir obraz qilamiz. Yig'amiz. Давай. Это Dior. Rosa pancholarni yaxshi ko'rasiz, a? Ha. Yana bitta panchoyingizni ko'rdim. Qora Gucci. Oq ham bor edi. Da. Qorasi ketdi. menga. Ketdi. Berib Asal opa. O'z narsalarim ko'payib ketsa, kiymaydigan narsalarimni sortirovka qilib tez berib yuboraman. Chunki beradigan odamlar juda ham ko'p, atrofimda qizlar ko'p-ku. Mana sanki. Meni xursand qilgan narsa yana kimdir ham xursand qilishini xohlayman. Rahmat. Bron qo'yib qo'ying, tushundim. Bron. Bo'ldi, mashinada bron. Men o'zimni tasavvur qilavermayman. Shunaqa yarqa kiyinib chiqsam, odamlar qanaqa qaraydi menga, deyman. Iloji boricha kepka, kapeshon, ochki ketdim. Mayli, bugun harakat ko'ramiz, obraz yaratamiz. Bundan ham ipimi, bantikami? Bantika bor. Ha, o'sha rubashkam. Я помню. Mana. Вот она. Yo, u emas. Ha, Gipyur. gipyur. Qora gipyur. Mashin ichidan qora. esingizda bo'lsa, qora gipyuri ham bor. Mana. Вот, mana. Yana shuni ishlatamizmi? Bilasizmi? Esimda. Ko'p joylarga shu ketgan ishlatilib. Yo'q, ko'p joyga emas. Lekin bilinmaydi-da bu. Bilinmaydi-da. Men bu oxirgi olgan narsalarimdan. Vau! Asal opa, men buni tugmasini unpacking qilaylik. Vau! Bitta olganimda ko'p olib qo'yaman. Chunki tadbirlar Ko'p bo'ladi-da. chiqib qoladi-ku bizda. Ertaga borish kerak, ininga borish kerak. O'shanda qidirib qolmayman-da kiyim. Siz yaxshi ko'rasiz-ku self portret. Nechta kiyimingiz bor self portretda? Esimda bormi, yo'qmi? Muncha zo'r. Esimda bormi, yo'qmi? Self portret Chanelga o'xshaydi, ko'proq stili. Tweedaway modellarida. No, bularni ham o'zini mana kiysa, endi siz uchun скучно bo'ladi. Нет, для меня это роскошно. Bularni ham нужно правильно стилизовать. Men bo'lsa, bilmayman, nech pullik kiyim bor. O'sha hisoblaganinglarda. Ko'p berib narsalarimni ham qumsiyman. Yana hech kim paytida kiygan obrazlarimni ko'pini vaqt o'tib berib yuborganman. Keyin o'ylayman, o'shalar hozir bo'lganda qarab maza qilib o'tirardim. Hali ochib o'zingiz taqmadingiz, Asal opa? Yo'q. Sizni kutaman. Хорошо. Так. Vau! Kolgotka. Kiysayaman. Ну-ка. Vau! Может, mayli, keyin пробуем. Qani? Asal opa, o'zingizga yoqdimi, yoqmadimi? Пока ничто не привычно. Men buni pastiga shim kiyardim bu. Lekin men yubka kiydirib qo'ydim. Afsuski. Вот так лучше. Nima deydi? Более, nima deydi? Sal интересныйroq qilib qo'yamiz. Umuman tushmaydigan obuv kiyamiz. Sog' bo'ling. Rahmat. Asal opani o'zlarini stillari такой сдержанный, chiroyli, ровно и все аккуратно, да? Hozir to'xtang. Bizda nimadir chiqazib olaylik.
Qadab turing. O'chib qoldi. Ana. Вот. Umuman tushmaydigan narsa kiyib ko'ramiz endi oyog'iga. Чтобы было такой fashion эффект. Да, fashion эффект, чтобы было. Да, давайте. Окей, отырalım. И подбираем сюда. Ozam. Интересный. Да. Золото сумочка bor. Topamadingiz-a? Yo'q. Значит, yo'q. Ana oqqa ishlatsak. Oq. Hozir ochdik-ku. Yo'q. Такой бежевый, да? Можно вот так. Ну-ка. Bizga janu umuman bir-biriga tushmaydigan, ko'chaga kiyib bo'lmaydigan obraz kerak. Eslatib o'tishini qarang. Da. Xo'p, chiroyli ham bo'lish kerak-ku. Ну да, lekin chiroyli narsalarni ko'chaga kiysangiz bo'ladi-da. Xuddi narsalarni syomkaga. Yo'q, takoy, nima deydi, bir-biriga tushmagan. Takoy более интересныйroq. Kosmos yaratmoqchi. Kosmos. Da. Kim qiladi? Nimani olib tashlash kerak? Yo'q, montajni ham birga qilsa bo'lar ekan. Da, o'tirib olib. Biza tuflini almashtiryapmiz. Lakovый narsa qilib ko'rmoqchimiz endi. Bizaga Eng past oyoq kiyimlarini xos ko'ramiz. da, eng kichkina oyoq kiyimdan boshlaymiz. Tuflini rosa xohlab oluvdim, lekin juda ham kam kiyaman. Nimagadir. Qo'rqaman, oyog'im qalib tushmasmikin deb. Bizning yo'llarimiz Santimetr. Bu 36,5. Necha santimetr? Mana bunaqasi. Не знаю. Shu joyga. Уже bechara tuflilarim chang ham bosib ketibdi. Sachilarniki bir trendga chiqib ketdi-ku, shunaqa baland tuflilar, faqat kvadratniy. Ular qo'pol turardi-da, ammo bunisi скромно turibdi, takoy. Oyog'ingizni tepasi Shunga o'xshagan tufligim bor edi. Dolce Gabbana oldim. Qatga syomkaga olib ketganman. Shu bilan keyin rosa qidirdim, topolmadim. Qayerdadir qolib ketgan shu tufligim. Bunaqa narsalar juda ham ko'p bo'ladi. Narsalarimni yo'qotib qo'yaveraman. Ой, уже сразу такая высота. Shu lustramga sho'rqaga qarab, urilib. Украшение tanlaylik. Lakovый этот sumka bormi, sumka? O da. Menga ko'rsatinglar. Voy, yangi sumkangiz bor-ku. Vau, вот это интереснее, да? Vau, da. Tusharmi? Da. Tushdimi? Da. Tushdi. Unpacking. To'xtang, bu bilan boshqa obraz qilamiz. Ha, bo'pti. Ну, красиво. Ну-ка. Shu sumkam ko'proq tushdi. Endi украшение. Украшение. Kerak. Botga, Dolce Gabbana ziragingiz bor edi-ku. Сердечко. Sham? Da. Ey! O da. Yaqinda mana ziralarimni taqdim. Bum sovg'a qilgan. Bu. Rosa yaxshi ko'raman shu ziragingizni. Это Cartier. Asosiyativani boyliklari mana to'g'ri shiylarda shu tortmada turadi. Bekor etding.
Hamma hozir shotkaga oshiq bo'ladi. Gapirma. Hamma tortmada украшение bor. Hammasida bilan. Hammasida bor, ha. Butun boshli garderob o'rniga mana shu bitta kichkinagina shkaf olib chiqib ketsanglar ham anchagina bo'lib qoladi. Qarang. Navodka berdi Madina. Chiroyli emas narsa qilmoqchi bo'lsam ham. Nima chiroyli emas narsa qilmoqchi bo'lasiz? Ko'rdingizmi? Yo'q, mencha rostdan ham kreativniy. Ochgisi keladi mana Boshqacharoq qilib qo'ygim keladi, lekin baribir ham chiroyli bo'lib qolaveradilar. shoxga ketadilar. Oddiy bo'lish kerak, oddiy bo'lish kerak dedilar. Lekin baribir chiroyli bo'lib qoldingiz-da yana. Shunaqa kiyim tanladik. Bo'tga sochi qanaqa turmak qilsak bo'ladi? Ulitka qilsa menimcha yaxshi bo'lardi. Mana qaranglar, men sochimni yig'moqchi bo'laman har doim. Hozir Bu soch ketadi. Bu soch yig'ilishi juda qiyin-da. Orqasi ham xunuk turadi. Yo'q, baribir chiroyli bo'lib qoldi. Xohlaman yig'ib yurishi. Dina, siz xohlagan obraz bo'ldi. Oxirida baribir chiroyli bo'lib qoladi. Ana, mashina chiqazaylikchi, qani ko'chaga tashqariga. O. Bitta shu shoxakaga soch qildirib yuborsa yana ham zo'r bo'lardi. Sizlarning fikringizni kutib qolamiz. Yarashdimi, yo'qmi? Obrazimiz mana izohlarda yozib qoldiring. O'rga chiqar. Yaxshi chiqyaptimi, Zebo? Qarachi. Kommentariyalarni shaxsan o'zim ko'raman, o'zim o'qiyman. O'shanga menga yomon kommentariyalar yozmanglar. Kayfiyatimni tushirasizlar. Qanaqadir yaxshi fikrlar bo'lsa, ideyalar bo'lsa, yozinglar, men hammasini o'qiyman.